Dubayga chaqirib qoldi shunday. 5-tur misolimiz 2 yulduzcha qo'yamiz. Bu yerda biz ikkita qoida ishlatib ishlashimiz kerak bo'ladi. Savol shunday. Px kub hadni ozod hadi 3 ga teng. Endi shu joyda to'xtab o'tamiz. Ozod hadi degani kub hadning noma'lumlari o'rniga 0 qo'yilganda chiqadigan son, ya'ni P0. Bu ozod hadi. Aynan ozod hadini aytayaptiki bizga 3 ga teng. Ikkinchi savol davomi. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi. Endi koeffitsiyentlar yig'indisi nima edi? Koeffitsiyentlar yig'indisi noma'lumlar o'rniga 1 qo'ygandagi x lar o'rniga 1 qo'yganimizda chiqadigan son. Koeffitsiyentlar yig'indisi 5 ga teng bo'lsa, berilgan px kub hadni x kvadrat minus x ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Qoldiq kerak. Qoldiq. Bu misolimiz ham aynan 3-turdagi misolga o'xshaydi, lekin bu yerda bizda ikkita qoida ishladik, shuning uchun ham misolga 2 yulduzcha qo'yib belgilash kiritib oldik, esda qolishi uchun. Endi kub hadni taxribiy ko'rinishini yozib olamiz. Ya'ni P0 da 3 bo'ladigani px kub hadimiz x larning o'rniga 0 qo'yganmiz, ya'ni x mana buni ko'paytiruvchiga aylatsak, x ko'paytirilgan x minus 1. Aynan x bilan x minus 1 ikkita ko'paytiruvchi ko'rinishda yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchi marta yozganimizda px kub hadimiz qandaydir x ko'paytirilgan x plus 3. Bu ozod hadi, ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak, mana bu qismi to'liq 0 ga aylanadi, 3 qoldiq qoladi. Ikkinchi marta yozganimizda px kub hadni x larni qandaydir aylatsak, dx bitta kub had plus x minus 1 ga aylanadi. Va plus 5 qoldiq qoladi. Aynan x larning o'rniga 1 qo'yganimizda mana bu qismi 0 ga aylanib, to'liq 0 ga aylanadi, 5 qoladi. Mana bu hosil bo'ladi. Shartdan biz ikkita tenglama ko'rinishga keltirib oldik kub hadni. Boya nima qilgan edik 3-misolda? Ikkalasini bir joyga jamlashimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun tepadagi kub hadni har birini x minus 1 ga, ikkinchi qatordagi kub hadni har birini x ga ko'paytirib yozamiz. Ko'paytirganimizda px ni x ga ko'paytirsak, x px minus 1 ga ko'paytirganimizda minus px barobarning o'ng qismi qx qandaydir kub had x ko'paytirilgan x minus 1 plus 3 ta x minus 3. Ikkinchi qatordagi kub had x ga ko'paytirganimizda x ko'paytirilgan px kub had barobar dx kub had qandaydir x minus 1 ko'paytirilgan x qo'shilgan 5x hosil bo'ladi. Yuqoridagi kub hadni pastdagi kub haddan ayirib yuboramiz. Yuqoridagi kub hadni pastdagi kub haddan ayiramiz, teskarisiga, ya'ni pastdan yuqorini ayiramiz. X px dan ayirsak qolmaydi. O'rtaga ayirish qo'yganimiz uchun mana bu px plusga o'tadi. Barobarning o'ng qismi qx ayrilgan dx. Mana shu yerda kub hadlar ayriladi va ko'paytirilgan x minus 1 ko'paytirilgan x ikkita bir xil qismi qoladi o'zida. 5 dan 3 ni ayirib tashlasak 2x ayirish qo'yganimiz uchun plus 3 bo'ladi. Ana endi berilgan kub hadimizning umumiy ko'rinishi hosil bo'ldi. Shu kub hadni x minus 1 ga bo'lganda, ya'ni mana bu qismiga bo'lganimizda qoldiq 2x plus 3 qoladi. Yettinchi misolga yetdik. Kub hadlar mavzusi maxsus qismi, ya'ni milliy sertifikat savollariga tushish mumkin bo'lgan hollarni ko'rib o'tyapmiz. Px kub had berilgan, x ni 6-chisi, x ni 5-chisi, 3 ta x ni 4-chisi, 7 ta x ni 3-chisi qo'shilgan x kvadrat ayrilgan x qo'shilgan 1 ni x kvadrat minus x ga bo'lgandagi qoldiqni toping deb savol berilgan. Qoldiqni topishimiz uchun aynan mana bu narsani 0 ga tenglaymiz. X kvadrat teng x ga. Qayerda x kvadrat ko'rsak, o'rniga x bilan almashtiramiz. X ni 6-chisi x kvadratdan 3 ta degani, x ni 5-chisi x kvadratdan 2 ta, yana bitta x. Bu yoqda 4 ta chiqadi, bu bilan 5 ta bo'ladi. Ayrilgan 3 ta x ni kvadratidan 2 ta, 7 ta x kvadrat ko'paytirilgan x
aynan x kvadratni o'zi x minus plus 1. X kvadratlarning o'rniga bitta x bilan almashtirsak, misolimiz ko'p hadimiz quyidagi ko'rinish kelib qoladi. X ni kubi, x ni kvadrati, mana bu x ga ko'paytirsak yana x ni kubi minus 3 ta x bu bilan x ni almashtirsak x ni kvadratiga aylanadi. X kvadratlarning o'rniga x qo'ysak 7x kvadrat bo'ladi yana. Plus x kvadratning o'rniga yana x joylashtiramiz. Minus x plus 1. X kvadratlarning o'rniga to'g'ridan to'g'ri yana x bilan almashtirib tashlaymiz. X kublarni esa kvadratini o'rniga x, bitta ortib qolganini o'zini yozamiz. X ko'paytirilgan x ga aylanadi, ya'ni kvadrati bitta x ga aylandi, 3-chi oshib qolgani yana x. Shunaqadan 2 ta edi. Minus 3 ta x, 7 ta x, 10 ta x kvadratlarning o'rniga x joylashtiramiz. Minus x plus x qisqarib 1 qoladi. 10 mana bu yoqda x kvadrat hosil bo'ldi. X kvadrat o'rniga yana 2 ta x ning o'rniga bitta x bilan almashtirsak 10x qo'shilgan 1 bo'ladi. 10 dan 2 ketib kattasini ishorasi bilan minus 8x plus 1. Mana bu qoldiq hisoblanadi. 8-chi misol ham aynan shu ko'rinishdagi misol. Bu 7-chi misol edi. 8-chi misolni aynan ishlashni tavsiya etaman. 9-chi misol, bu oxirgi misol, shu turdagi ko'p xatlar mavzusidagi maxsus misollarning oxirgi tur misoli. Oxirgisi emas, yana bundan tashqari ikkitasi bor, uni mustaqil ishlashga qoldiraman. Hozir buni ishlab ko'ramiz. Shart shunday berilgan. X qo'shilgan 2 ko'paytirilgan px teng x kvadrat 5 ko'paytirilgan qx minus 1 va qx ning ozod hadi berilgan. Qx ning ozod hadi 12 ekanligi berilgan. Bizga so'ralyaptiki, px ning koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Px ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi topish so'ralgan. Yana qoidaga yuzlanamiz. Qx ko'p hadning ozod hadi degani x larning o'rniga 0 qo'yganimizda chiqishi mumkin bo'lgan son 12 ekan. Px ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi degani x larning o'rniga 1 qo'yganimizda chiqishi mumkin bo'lgan koeffitsiyent. Mana shu so'roq. Berilgan ko'p hadni aynan p1 ga keltirsak, chiqadigan natija px ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi bo'ladi. Uning uchun biz x larning o'rniga 1 bilan almashtiramiz. X ning o'rniga 1 qo'yamiz. X ning o'rniga 1 qo'ysak, 1 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan p qavs ichida 1 barobar 1 ning kvadrati qo'shilgan 5 ko'paytirilgan q 1 ayrilgan 1 bo'ladi. Hisob kitobni amalga oshirib soddalashtirsak, 3 ta p1 barobar 1 qo'shilgan 5 6 ta q 0 ga teng bo'ladi. Q 0 deganimiz bu koeffitsiyentlar yig'indisi edi. Buning javobi yuqorida berildi. 12 qo'yib yuboramiz joyiga. P1 teng 6 ko'paytirilgan 12 3 bo'lish bo'lib o'tadi. Natijada P1 ya'ni Px ning koeffitsiyentlar yig'indisi 24 ekanligi ma'lum bo'ladi. 10 va 11 misollarni xuddi shu tarzda ishlab qo'yishni maslahat beraman.